Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Төндә təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Xitoy Sharq Turkistonda xalqarалық yig'in chaqirgan bo'lib, Birlashma nashriyat, ya'ni Associated Press yig'in ahvolini xabar qilganda, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligini, ishg'oliyatini, mustamlikasini keskin til bilan ayblashda yo'q oqlagan. Sharq Turkiston surgundi hukumatı axborot e'lon qilib, dunyoning tutumini aybladi, ishning mohiyatini, saxta plan so'zlarning ostida yotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika dahshatini oshkorladi va masalaning tub sababi bo'lgan Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol, mustamlika qilib olish qilmishini oxirlashtirish, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llashga chaqiriq qildi. Associated Press, ya'ni Birlashma nashriyatining 3 xabarda mundaq deyildi. Xitoy G'arb Shimol rayonining iqtisodiy taraqqiyot tirishchanliklarini ilgari surish uchun atalmish Şinjan'da xalqaro yig'in chaqirdi. Bu rayon osonliq millatlarning keng ko'lamda tutqun qilinish nuqtasi deb qaraladi. Chorshanba kuni Altay shahrida o'tkazilgan Altay rayonlararo hamkorlik xalqaro yig'iniga Qozog'iston, Mong'oliya, Rossiya va boshqa davlatlarning amaldorlari qatnashib, savdo iqtisodiy hamkorlikni muzokara qildi. Xitoy atalmish Şinjan'da ko'mir, neft, gaz, paxta va boshqa turli kasblarni taraqqiy qildirishni planlagan. Xitoy Kompartiyasi Şinjan komitetining sekretari Chun Xiaojang atalmish Şinjanning Xitoyning tez iqtisodiy taraqqiyotining jonliq misoliga aylanganligini hamda Xitoyning boshqarishidagi muhim afzalliklari va hayotiy kuchini to'liq aks ettirganligini bayon qildi. Uning aytishicha, bu rayonda yana temir yo'l va aviatsiya qatorliq bir qator cho'ng ul asliya qurilish turlari planlangan. Xitoyning g'arbidagi boshqa nurg'un o'lkalarga o'xshash atalmish Şinjan Sharqiy dengiz qirg'oqidan nomrod. Bu o'lkaning yezi aholilarining kishi beshiga to'g'ri keladigan kirimi 2020 yili 13.052 yuan, ya'ni 1927 dollar bo'lgan. Xitoyning Bay o'lkasi Zhejiangdagi yezi aholilarining kirimi 2020 yili 31.930 yuan, ya'ni 4.714 dollar bo'lgan. Bu rayonning iqtisodiy farqining sababi osmondagi oshqo'llarning hujumi keltirib chiqargan qalaymaqonchilik. Xitoy 2017 yildan boshlab osonliq millatlardan, asosliqi Uyg'urlardan bo'lgan 1 million yoki undan ortiq kishini qamoqqa oldi. Hukumat hujumga qarshi qamoqqa olganligini aytdi. 2021 yilga kelganda Xitoy ko'pincha qamoq o'rinlarini taqaganligini aytdi. Ammo oz deganda bir qancha lager turmaga o'zgartirildi. Associated Press'ga oshkorlangan uchurlarga qaraganda, mutaxassislarning qarashicha, minglagan Uyg'urning uzun muddatli qamoq jazosiga hukm qilinganligi, buning to'qilma yoki mubolag'a deb qaralganligi ko'rsatildi. Faoliyatchilarning aytishicha, turmadan tashqari bo'libmi, atalmish Janubiy Şinjanning Uyg'ur nufusi ko'p rayonlarda hukumatning ishga o'rinlashtirish programmalariga majburiy qatnashish keng tarqalgan bo'lib, inson haqlari tashkilotining xabariga qaraganda, bu ish Xitoyning eng yangi 5 yillik iqtisodiy planida kuchaygan. Xitoy hukumati ilgari doiralarning terrorlikqa qarshi turish va asabiylikka qarshi turish tirishchanliklarini Xitoyga qarshi kuchlar deb atalgan kuchlarning ma'lum millat, rayon yoki diniy guruhlarga qartilgan qilib ko'rsatish orqali atalmish Şinjandagi masalalarni mubolag'alashtirayotganligini aytgan. Savdo munbiri Xitoy Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni aqlayotganda Sharq Turkiston surgundi hukumati Xitoyning Sharq Turkistondagi mustamlika ishg'oliyatini oxirlashtirish uchun dunyoviy harakat qo'llanishga chaqirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati 10-iyun kuni Xitoy hukumatining yangi zamin ma'nosini bildiradigan Şinjan deb ataydigan Sharq Turkistonda davomli irqiy qirg'inchilik yurgizishi va mustamlikachilik ishg'oliyatini, shundoqla bu jinoyatlarni sahnalashgan savdo munbari va sheriklashgan xalqaro taratqular orqali oqlash uchun qilgan moslashchan tirishchanligini aybladi. Hozir 13-yiliga kirgan irqiy qirg'inchilik azaymadi. Partiyaning o'zining rahbarligi yaqinda uning mangulik ekanligini jakarladi. Bu hafta ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda o'tkazilgan Altay rayonlararo hamkorlik xalqaro yig'ini faqat yig'in emas. Bir qancha kun ilgari Xitoy Kompartiyasining bosh ideologi va 4-darajalik kattaboshi Wang Xuning Sharq Turkistonni aylanib, bo'libmi Sharq Turkistonning janubiy qismiga alohida ahamiyat bergan. Doimliq terrorlikqa qarshi turish tirishchanligini, majburiy assimilyatsiyani markaziy vazifa qilib, sanoatni kuchaytirish buyrug'ini bergan. Bu munbar Xitoy Kompartiyasi bekitgan prinsipning bozorlash qo'li. O'xshashla mustamlika talon-taraji bugungi kunda taraqqiyot nomi bilan yo'g'ilib, chet el vakillar o'mkiga setilmoqda. Bu ta'limot yangi emas.
1996 yildagi eng maxfiy 7 numurliq Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining hujjatida Siyosiy biro doimiy komiteti Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining e'tiqodi va kimligini yo'qotishga tegishli asosli tahdid deb belgilagan. Shu hujjatda davlat hukumatiga Sharq Turkistonning janubini taraqqiy qildirish, harbiylashtirilgan Şinjan ishlab chiqarish va qurilish atritini kengaytirish va paxta, shundoqla neft ishlab chiqarishni ilgari surish buyurilgan. Bular bu munbarda ko'rsatilgan kasblarning o'zi. Partiyaning o'zining maxfiy so'zlari bilan aytgan taraqqiyot bilan bostirish bir va o'xshash. Sharq Turkiston surguni hukumati hozir xalqaroda tarqalib yurgan keng ko'lamda turkumlar tutqun qilishni hujumlarga javob degan da'voni rad qiladi. Sun'iy amroqdan tortilgan suratlarning analizida yüzlеген tutqun qilish o'rinlarining qurilishi 2009 yilda boshlangan. Ko'pinchisining 2010 yilidan 2014 yilining boshlarigacha, ya'ni Xitoy 2014 yili mayda zo'ravon terrorizmga qattiq zarba berish atalmish faoliyatini boshlashdan burun boshlanganligi xotirlangan. Qalayimqan tutqun qilish apparatlari aqlash uchun ilgari surilgan voqealardan burunla borliqqa keltirilgan. Bahonalar yo'lga qo'yilgan irqiy qirg'inchilikqa moslashtirish uchun to'qilgan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor plan avval tuzildi. Bahonalar buningga moslashtirilib to'qib chiqildi. Niyat irqiy qirg'inchilik yurgizish, siyosat bo'lsa har vaqt bostirish edi. Bu munbarga qatnashgan har qanday chet el vakillari umki bu jinoyatga sherik bo'lganlarning tizimligiga ismini yozdirdi dedi. Iqtisod vaqti gazeti yaqinda e'lon qilgan bir maqolada qalayimqon tutqun qilish, qul emgakiga selish, irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligini va yangi davrga kirganligini aytdi. Beijing turmalar va ta'minlash zanjiriga chetishliq bo'lgan emgak kuchi yetkash programmasiga yoshirilgan majburiy emgak orqali keng ko'lamda tutqun qilishni kengaytmoqda. Texmo kichik yoshlarida oilalaridan ayirib etilgan bolalar ortib, Uyg'ur kimligi va kulturi yo'qotilmoqda. Sharq Turkiston surgundi hukumati xalqaro axborot vositalarining bu jinoyatlarni yo'yishdagi rolini qattiq ayblaydi. Birlashma axborot, ya'ni Association Press Sharq Turkistonni tutib turish markazlariga egarayin deb belgi qo'yilgan joy deb tasvirlaydi. Gerçi u o'zining xabarlarida lagerlarning turmaga o'zgartirilganligi va majburiy emgakning keng tarqalganligini jazmlashtirgan bo'lsa-mu, ammo Beijingning bu vahshiylikning o'tmishga aylanganligini ta'kidlaganligini takrorlaydi. Xabarlarda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik o'tmish zamonda yuz berganda ko'rsatilib, jinoyat aqlanadi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi Dr. Mamtumin Ali Efendi bizning zaminimizning ishg'ol qilinishi, xalqimizning yo'qotilishi, ko'mir, neft, gaz, paxta va boshqa muhim kon boyliqlari qatorliq boyliqlarimizning qul emgaki orqali sumirilishi taraqqiyot bo'lmasdan balki mustamlika talon-tarajidir. Xalqaro jamiyat alomatlarga markazlashib olmay, buning asli sababi bo'lgan Xitoyning Sharq Turkistonni mustamlaka ostiga olib ishg'ol qilib olishdan iborat masalani hal qilish kerak dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati inson haqlarini qo'g'daydigan barliq hukumat qurilishlarni Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining mavjudligini saqlash uchun Sharq Turkistonning mustamlakadan qutulishi va mustaqilligini qayta asliga keltirish ko'rishini va Sharq Turkiston surgundi hukumatining xalqaro jinoiy ishlar sotiga Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy katibashlarini jazolashni talab qilib sungan arzini, shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mustamlakaga xotima berish komitetiga sungan iltimosini qo'llashga chaqiriq qiladi. Tajovuzchi Xitoyning Xitoy Kompartiyasi mamlakatlik siyosiy kengash raisi Wang Xuning Sharq Turkistonga xizmatlarni tekshirish uchun berib, Sharq Turkistonga bo'lgan mustamlakachilik va ishg'oliyatni yanama bir qadam ilgarilagan holda mustahkamlab, irqiy qirg'inchilikni kuchaytirish chora-tadbirlarini o'tirg'a qo'ydi. Xitoyning matbuotlarida buningga aloqador e'lon qilingan xabarlar Xitoyning Sharq Turkistonni texmo taraqqiy qildirayotganligini aks ettirish orqali Xitoyning rayimsiz, soxta mohiyatini yoshirdi. Xinhua to'rining 6 may kunidagi xabarda mundaq deyilgan. Wang Xuning Şinjangda tekshirish jarayonida partiyaning yangi davrda Şinjangni idora qilish strategiyasini umumyuzlik, to'g'ri va to'liq amaliylashtirish, 15-5 yillik plan mezgilida Şinjangni zamoniylashtirish qurilishida qat'iy qadam tashlashning muhimligini ta'kidladi. Jungo Kompartiyasi siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi, mamlakatlik siyosiy kengashning raisi Wang Xuning 5-iyundan 6-iyungacha Şinjangda tekshirish olib bordi.
U partiya 18-ci növbətlik qurultayından buyan partiya mərkəzi komitetining kuchlik rəhbərligi və yetakchiligida Şinjanның eng yaxshi taraqqiyot mezgiliga kirganligini, Tianshan tog'larining oldi keynida muqimlik va tinchlikning go'zal manzarasini namoyon qilganligini, har millat xalqining tinch va rozimanlik ichida yashayotganligini ta'kidladi. U partiyaning 20-ci növbətlik qurultayı 4-cü umumiy yig'inining ro'yini cho'nqur izchillashtirish, Baş sekreter Xi Jinpingning Şinjan xizmati to'g'risidagi muhim bayonlari va partiyaning yangi davrda Şinjanni idora qilish strategiyasini amaliylashtirish kerakligini ta'kidladi. Şinjan tadqiqotining umumiy nishonini qat'iy tushunish kerak. Şinjanning mangulik tinchligi va bexatarligiga munosabatlik asosiy va uzun muddatli xizmatlarni izchil yaxshi boshqarish kerak. Hamda 15-ci 5 yillik plan mezgilida sotsialistik zamonaviylashgan Şinjan qurish uchun qat'iy qadam tashlash kerak. Wanxuning Xutan viloyati, Qumul shahri va Şinjan ishlab chiqarish qurilish harbiy atritining 13 va 14 diviziyalariga berib, tekshirish olib bordi. U millatlar ittifoqligini kuchaytirish, o'zgacha va afzal kasblarni taraqqiy qildirish, Şinjanni oziqlantiradigan madaniyatni yo'lga qo'yish, Şinjan ishlab chiqarish qurilish harbiy atriti bilan yerlikning birlashishini cho'nqurlashtirish, kentlarni kuchaytirish va xalqni beyitish, asosiy qatlamni boshqarishni kuchaytirish qatorliq masalalarni o'rganish uchun shahar, kent, korxona va Şinjan ishlab chiqarish qurilish harbiy atritining shirkatlariga bordi. Hamda har millat kadrlari va xalq bilan suhbatlashdi. Wanxuning 15-ci 5 yillik plan mezgilining Şinjanda ijtimoiy muqimlik va mangulik tinchlik, bexatarlikka erishishning muhim mezgili ekanligini, shundaqla Şinjanning taraqqiyotining yangi boshlanish nuqtasida turayotganligini o'tirg'a qo'ydi. İjtimoiy muqimlikni saqlash hamisha oldingi o'rinda turishi kerak. Sotsialistik boshqarishni kuchaytirish va isloh qilish kerak. Terrorlikqa qarshi turish va muqimlikni qonun orqali idora qilish sistemasi bo'yicha ilgari surish kerak. İjtimoiy muqimlikni aktiv harakatlantirish kuchini texmo mustahkamlash kerak. Junxo millati orasida kuchlik o'rtaq gavda qurishning asosiy liniyasi bo'lgan Şinjan xizmatlarini boshdan oxirigacha davomlashtirish, Junxo millati o'rtaq gavdasi qurilishini konkret, amaliy va unumli usullar bilan ilgari surish, millatlar ittifoqlik va taraqqiyotini ilgari surish qonunini yaxshi yo'lga qo'yish, diniy ishlarni qonun orqali idora qilishni kuchaytirish, har millat ommasini keng doiralik va cho'nqur aloqa va birgalikka qatnashtirish kerak. Şinjanning yuqori sifatli taraqqiyoti 5 cho'ng strategik o'rin asosida planlanishi va yetakchilik qilinishi, yerlik sharoitga asosan yangi layoqatli ishlab chiqarish kuchlarini taraqqiy qildirish, Şinjanning o'zgacha afzalliklariga ega zamonaviy sanoat sistemasini qurish, Ipak yo'li iqtisod balog'ining yadroliq rayonini qurishni tezlatish, taraqqiyotning xalq turmushiga texmo foydali bo'lishi, qalb va aqlni birlashtirish, ittifoqlikni va muqimlikni ilgari surish, Janubiy Şinjanning taraqqiyotini tezlatish kerak. Nomrodlikni azaytishdagi natijalarni mustahkamlash va kengaytirish, ko'p taraflimlik usullar orqali ishga o'rinlashish iqtidorini oshirish, Şinjan madaniyatini yetildirishni kuchaytirish, Şinjandagi ma'rif, bo'libmi oliy ma'rifni yaxshi boshqarish, madaniyat va sayohatchilikning birgalashgan taraqqiyotini ilgari surish kerak deyildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining qurg'uvchi raisi Salih Xudoyor apandi buningga qarata inkosini ijtimoiy axborot vositalarida o'rtoqlashib mundaq dedi. Xitoy Kompartiyasining bosh ideologi Wanxuning ishg'ol qilingan Sharq Turkistonni, ya'ni atalmish Şinjanni ziyorat qildi. Xinhua agentligi uning buyruqlarini e'lon qildi. Har bir qur bir ko'rsatma. 2014 yili 5-oyning 23 kuni terrorizmga qarshi turish deb boshlangan irqiy qirg'inchilik 13-yiliga kirdi. Xitoy Kompartiyasi buni oxirlashtirish niyati yo'qligini jakarladi. Wangning birinchi buyrug'i muqimlik eng muhim vazifa bo'lib qolishi kerak. Doimlik terrorlikqa qarshi turish uchun tirishchilik ko'rsatish kerak. Muqimlik deganlik Xitoy Kompartiyasi ishg'oliyatini saqlab qolish, terrorizmga qarshi turish bo'lsa, uning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik harakatini tasvirlash va oqlash uchun qo'llangan bir yo'g'och. Xitoy Kompartiyasining markaziy vazifasi millatlar ittifoqligi va taraqqiyotini ilgari surish qonuni va diniy ishlarni qonun asosida boshqarish orqali yo'lga qo'yilgan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni yo'qotish. Bu assimilyatsiya emas, bu qonunda belgilangan Xitoy bo'lmagan xalqlarni mangulik yo'qotishni maqsad qiladi. Iqtisodiy buyruqlar, ya'ni Sharq Turkistonning o'zgacha kuchlaridan foydalanish,
nomrodlikni azaytishni kengaytirish, ko'p xil yo'llar orqali ish o'rni yaratish, uning maxfiyatligi oshkorlandi. Sharq Turkistonning zamini va boyligini mustamlaka orqali tortib olish, xalqini yo'qotish, Uyg'urlarni markaz qilgan rayonlardan majburiy emgak kuchini yo'tkash, yana bir atalishi qul qilish. Xitoy jazosiz irqiy qirg'inchilik yurgizyotidi. Dunyoviy sukut va alomatlarga yerim yo'ta ko'ngil bo'lish orqali buni mumkin qiladi. Dunyo cho'qim Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan mustamlik va ishg'ol qilishidan iborat masalaning manbasiga markazlashishi, mustamlikachilikdan qutulish va mustaqillikni asliga keltirish ko'rishini qo'llash orqali bu vahshiyliklarga xotima berib, inson haqlarini kapolatga ega qilish kerak dedi. Qilgan bilan degan o'tirsida, ideya bilan harakat va tutum o'tirsida olamcha farq borligi sir emas. İdeviy harakatda söz doim ishning muqaddimasida bo'ladi. Ish muqaddimining tamomlag'uchisi yoki muhri kabi so'zning tasdiqi, tamomlag'uchisi va xotimasidir. Salaflar iymonining xarakterini til so'zlagan, dil chin tutgan, amal tasdiqlagan narsa deb ta'birlagan. Bu o'z navbatida iymonning hech bir vaqt og'zaki da'vo qilish bilan iddia yoki ko'z yo'li bilan dalillanmaydiganligini muayyanlashtirish, og'zaki da'vo bilan amaliyot uyushishi kerakligini prinsip qilishdan boshqa emas edi. Chunki amal va prinsipal tutum iymonning muqaddimidan tortib natijagacha bo'lgan bir butun jarayonini tamomlovchi. Uning cho'lti emas komilligini, idea emas samimiyat ekanligini muhrlovchi tasdiqdir. Ya'ni og'zaki da'voning rostga aylanganligining isbotidir. Faqat iddisi tutuq, rangi aniqsiz, maydon mavqesi ommaviylashib ketganlarga tasdiq muhrining iznalarini ko'rish qiyin. Chunki ularda ha deganda ideallari bilan tutum va harakatida uyushmaslik ifodalanib turadi. Iymonning kamolati amalda ifodasini ko'rsatganidek, kishilik kamolatmi uning harakat va tutumlarida o'z ifodasini topadi. Kishilik kamolatdagi majruhlik o'z navbatida iymondagi, zihniyatdagi, bilim va ro'yatdagi majruhliklarning ko'rinma yuzlaridan iborat. Ro'yatdagi majruhlik o'z navbatida vabodir. U faqat kishilikdagi durustlikni bulg'ab, odamiylik qimmatlarini ostin-ustin qilib to'xtamaydi. Balki aql ko'zini ama qilib tashlaydi. Mutaassiblikka, qatmanlikqa mubtalo qiladi. U kishilik kamolatni ziydalaydigan jimi hujayralarga tarab qolmasdan yana atrofidagilarga yo'qidi. Kamolatda bo'lsa so'z doim amal va tutum bilan uyushib chiqadi. Tilimizdagi komil mu'min ifodasi dal mushxil uyushqa qo'yilgan atoqdan iborat. Nifoq buning dal aksi bo'lib, u samimiyatdagi tutamsizlikni, dil va til orasidagi binormallikni ko'rsatadi. U yana o'z navbatida dil bilan harakat orasidagi yakpoylikqa joylashgan illatdir. Nifoqlik bu ma'nodan qalbga silingan muhrdan bakrak mavjud holatning vasfi, joylashgan illatning belgisi. Ishonchdan iborat haqiqiylikning soxtalashishiga qarab yuz tutganligini fosh qiladigan ro'yi holatning ism sifatlaridandir. Qur'on tili bilan aytganda bu xil illat bir turlik maraz bo'lib, uning yo'qish obyekti dildir. Til va dil orasidagi samimiyatsizlikning maydonga kelishi bo'lsa, ushbu marazning dilda ko'klagan, ongda bixlagan va meva berishga boshlagan holatidir. Bu tür maraz o'z navbatida yana qalbdan qalbga yo'qadigan ma'naviy vabo, odamiylik hujayralarini qadam-qadam qardan chiqaruvchi rakdir. Ularning dillarida maraz, kasal bor. Sura Baqara 10-oyat. Burhan Muhammadning yozmasidan ilindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganinlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.